Eng katta xatoyimiz nima bilasizlarmi? Qanaqadir muhim kunni kutib yashaymiz. Dushanba, seshanbadan boshlayman, qanaqadir maqsad qo'yamiz, lekin oyi boshidan boshlaymiz deymiz, lekin qilmaymiz. Tan oling, siz ham 2025-yilda o'zgaraman, zalga chiqaman yoki qanaqadir maqsadlar qo'ydingiz, lekin hech qaysini qilganingiz yo'q. Tan oling, men ham sizlar qatoringizda borman. Xullas, men ham xuddi qaysidir muhim kunni kutmasdan, ertani kutmasdan bugunni o'ziga boshlashga qaror qildim. Soat почти 1 bo'lyapti, 00:42. Yaxshi niyat bilan boshladim. Kun oxirida necha pul ishlaganimni sizlarga aytaman. Hozircha kallamga keladigan birinchi ish taksichilik bo'ldi. Hozir taksichilik qilib ko'raman. Xullas, omadsizlikmi bilmayman nima. Yangi yo'lga 71 mingga klient oldim. Yangi yo'ldan hozir Toshkentgacha umuman klient bermayapti. Hozir shunchaki qaytayapman, tushunyapsizlarmi? Yana kamida zapravka ham qildim. 70 minglik. Что за biznes? Davomini kommentga yozib yuboringlar. Mendan zo'r biznesmen chiqadi. Soat 2:30. Non, choy ham tekin. Faqat men xonimga to'laman. Mo'mada Toshkentga kelib qolsangiz, gumga olmay kerak. Tekin reklama. 344 355 deyarli to'g'ri bo'ldi. Shu paytgacha men 155.210 so'm foiz chiqaramiz, ya'ni Yandex ham oladi. Gazga ishlatdim 70 ming. Ovqatlandim, yo'q 100 ming bo'lsa 50 ming. Yomon emas. Xullas, ana endi ozgina uxlayman-da, yana ertalab turishga harakat qilaman. Tura olsam yana ishga chiqaman. Maqsad zarolg'a.